Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan demak, missionerlik va prozelitizm, tarix va bugun targ'ibot usullari, diniy ekstremizm va terrorizm, mafkura va amaliyot, unga qarshi kurash strategiyasi nomli mavzuyimiz ko'rib chiqamiz. Aynan mavzu mobaynida demak, sizlar bilan biz missionerlik o'zi nimaligi yoki prozelitizmning mazmun mohiyati, turli xil diniy sektalar va ularning faoliyatlarining oqibatlari haqida, bugungi kundagi zamonaviy missionerlik haqida hamda diniy ekstremizm, aqidaparastlik, fundamentalizm kabi tushunchalar haqida demak gaplashib o'tamiz. Missionerlik so'zi nima deydigan bo'lsa, o'zi aslida missionerlik lotincha so'zdan olingan bo'lib, yuborish, vazifa topshirish degan ma'nolarni anglatadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ma'lum bir shaxslarga ma'lum bir vazifa orqali yuborib, ularni o'z dinlaridan chalkashtirish yoki ma'lum bir dinga tortishga harakat qilingan demak harakatga missionerlik deb baholanadi. Bugungi kunda dunyodagi missionerlarning 3dan 2 qismini xristian missionerlar tashkil etadi va shu tariqa bilamizki, tarixda ham aynan hukmdorlar orasida aynan xristian diniga tortish yoki aholini xristian diniga o'tishi borasida sizning yangi diningiz bizning g'alabamizdir degan ma'lumotlarni uchratganmiz. Ya'ni bunda shu narsani anglashimiz mumkinki, ya'ni agarda insonlar ma'lum bir dinga o'tadigan bo'lsa, o'z navbatida bu holat ularni mana shu diniy qarashlar orqali hukmdorning boshqaruv salohiyati yordam berishiga sabab bo'ladi. Xususan xristian dinida bilamizki, aynan Iso payg'ambarni turli xil azoblarga chidaganligi uchun ham u jannatga erishdi deyiladi. Hukmdorlar ham agarda o'sha paytda missionerlarning targ'ibotlariga ko'ra mana shu tarzdagi hukmdorlarni, ya'ni o'sha qirollarni o'tkazayotgan zulmlarga chidasangiz siz ham jannatga erishasiz degan ma'noda aholi orasida mana shunday g'oyalarni yoyishi ularni hukmdorlar tomonidan ham demak qo'llab-quvvatlanishiga sabab bo'lgan. Dastlabki xalqaro o'sha xristian missiyasi o'zi aslida 1910-yil Shotlandiyaning Edinburg shahrida mavjud bo'lgan deyiladi. Ya'ni bunda ular nimadan foydalangan deydigan bo'lsa, birinchi navbatda bilamizki, xristian missionerlari kambag'al odamlarni yoki ma'lum bir narsadan aziyat chekkan, ya'ni o'sha moddiy va ma'naviy jihatdan qiynalgan odamlarni topishadi va ularga qaysidir ma'noda xolis yordam berayotgan shaxsga o'xshab ko'rinishadi va oradan biroz vaqt o'tgandan keyin bu insonni demak o'zlarini yig'ilishlariga, o'zlarini ma'lum bir hayot tarzlariga yoki kundalik bajaradigan urf-odatlarga qo'shilishga targ'ib etishadi va asta-sekinlik bilan o'sha insonni demak o'zlarini dinlariga tortishga harakat qilishadi va bu ko'p holatda demak samarali o'xshashiga sabab bo'ladi. Ikkinchi tomondan ba'zi bir holatlarda masalan turli xil diniy sektalar ham mavjudki, bu sektalar o'zlarini o'sha haqiqiy din yoki insonlarni najotga yetkazuvchilar deb hisoblashadi. Aslida bu sektalarni hech qanaqa bir huquqiy yoki diniy asoslari yo'q hisoblanadi. Nima deganda, bu sektalar o'zlariga ma'lum bir dinlarni, ma'lum bir jihatlarni birlashtirib olishadiki, masalan ba'zi birlar shunday bir sektalar mavjud bo'lganki, Yaponiyada 3 ta dinni birlashtirib olgan sekta ham mavjud bo'lgan. Bu sekta haqida hali keyingi darslarimizda yana ham tanishib boramiz. Ya'ni go'yoki bir dinda ham buddistlik, ham xristianlik, ham boshqa yana bir dinni qarashlarini birlashtirgan holda bir umumiy jihatdan sekta yaratib oladiki, xuddi shunday xristian dinini ma'lum bir qarashlarni o'ziga singdirgan holda Yegova shohidlari deb nomlangan sekta ham yurtimizga kelib faoliyat yuritishga harakat qilgan va bir qancha payt davomida olib borgan bu harakatlari ma'lum bir shaxslarni chalg'itishga ham muvaffaq bo'lgan, lekin huquq-tartibot idoralari tomonidan bu sektani faoliyati nuqta qo'yilgan. Bugungi kunda taxminan 5000 tadan ziyod sektalar faoliyati aniqlangan. Nima deganda, chunki bu sektalarda ma'lum bir faoliyatini to'xtatilgani bilan, lekin bu sektalar yashirin ravishda o'zini faoliyatini davom ettiraveradiki, shu nuqtai nazardan bugungi kunda ham masalan Farhat Ata yoki Tserkov Объединение kabi bir qancha aynan mana shunaqa diniy sektalar borki, bularda
odatda o'zi aslida boy odamlarni o'zlariga tortishga harakat qilishadi va shu orqali ularni boyliklarini o'zlashtirib, oddiy odamlardan esa ko'proq o'zlarini g'arazli maqsadlarda foydalanish uchun vosita sifatida qaraladiki, nima deganda, chunki mana shu sektalarda faoliyati bilan ma'lum bir demak qo'poruvchilik yoki terroristik harakatlarni ham amalga oshirishlar vujudga kelganki, nima deganda mana shu sektadan qo'rqish yoki mana shu sektaga ma'lum bir moliyaviy yordam ajratib turilishi uchun ham mana shunday faoliyatlar amalga oshirilgan. Siyosiy fanlar doktori professor demak Narzulla Jo'rayevni fikriga ko'ra, missioner so'zidan olingan bo'lib, bu lotinchada yuborish, vazifa topshirish, jo'natish degan ma'nolarni anglatadi. Prozelitizm esa yunon tilidan olingan bo'lib, kelgindi bir joydan boshqa joyga ko'chuvchi yoki o'zini diniy e'tiqodidan voz kechib boshqa dinga o'tuvchi, to'g'ridan to'g'ri biror bir dinga ishongan fuqaroni dinidan kechib boshqa bir dinga majburan o'tishi kabi ma'nolarni anglatish haqida ma'lumot beriladiki, aslida bunday olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatda dinlardagi eng xato holat bu o'z dinidan voz kechgan holda boshqa bir dinga o'tishda noto'g'ri narsalarga asoslangan holda o'tish hisoblanadi. Masalan, nima deydigan bo'lsak, masalan, oddiy oladigan bo'lsak, diniy amallarni og'irligidan voz kechgan holda yengil diniy amalli boshqa bir dinga o'tish. Ya'ni go'yoki mana shu dindagi ma'lum bir amallar unga og'irlik qilganligi uchun boshqa dinga o'tdi degan bir holatni anglashilishi aslida juda bir xato holat bo'ladi. Chunki har bir dinda albatta o'ziga xos bo'lgan demak talablar bor, o'ziga xos bo'lgan diniy demak urf-odatlari bor va shu kabi holatlar borki, shu nuqtai nazardan dinlarni bir-biriga solishtirgan holda yengil dinni tanlash o'zi aslida juda katta xato amal hisoblanadi. Demak, Narzulla Jo'rayevning fikriga ko'ra, aynan axborot psixologik xavfsizlikni ta'minlash jarayonida albatta insonning qalbi, ongi yoki ruhiyatiga tazyiq o'tkazishga bo'lgan jarayonlar ularda ma'lum bir buzg'unchi g'oyalarda singdirishga harakat qiladiki, shu nuqtai nazardan yoshlikdan insonlarda g'oyaviy bo'shliqni qoldirmaslik uchun ularga to'g'ri diniy qarashlarni singdirish, dinning to'g'ri amallari yoki o'sha din yo'lida chekiladigan zahmatlarning mukofotlari haqida to'g'ri yetkaziladigan bo'lsa, insonlar tomonidan bunday xatolarga yo'l qo'ymasligiga sabab bo'lishi haqida ta'kidlab o'tiladi. Falsafa fanlar doktori Ochildiyevning fikriga ko'ra, aynan missionerlik huquq, yuksak burch yoki vazifa topshirish degan ma'nolarni anglatish haqida ta'kidlab o'tilgan. Haqiqatda masalan o'sha missionerlar ma'lum bir hududda aholini o'z dinidan voz kechgan holda ularni ma'lum bir dinga o'tishlariga targ'ib etishadiki, bu omil aslida masalan o'sha xalqni birinchi navbatda o'sha dinni a'zolarini ko'paytirishga qaratilgan emas, balki o'sha hududdagi siyosiy tarqoqlikka sabab qilish uchun yoki mana shu hududdagi iqtisodiy parokandalikni keltirib chiqarish uchun o'tkazilayotgan amal sanaladiki, asta-sekinlik bilan masalan ko'p davlatlarda mana shunday holatlarga bo'lgan taqiqlarni vujudga kelishi yoki mana shu jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo choralarining kuchaytirilishi natijasida bugungi kunda albatta xristian missionerlari ochiqdan ochiq faoliyati olib borishi nisbatan kamaytirilgan holat hisoblanadi. Xo'p, demak, shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, turli xil diniy sektalar yoki turli xil xristian missionerlar yoki boshqa din missionerlarining faoliyatlari har bir hududda albatta salbiy faoliyat sifatida baholanar ekan, har birimiz undan himoyalanishga, mana shunday turli xil diniy yot qarashlardan o'zimizni saqlashga birinchi navbatda o'zimizni to'g'ri ta'lim olishimiz, o'sha g'oyaviy boshlig'imizni kerakli bo'lgan ma'lumotlar bilan to'ldirsakkina mana shu narsalarni oldini olishimizga sabab bo'ladi. Chunki albatta qiyinchilik har bir shaxsning hayotida mavjud bo'ladiki, agarda biz o'shanga to'g'ri bardosh beradigan bo'lsak, undan chiqib ketish yo'llarini topadigan bo'lsak, keyinchalik albatta o'sha farovon hayotga erishishimizga sabab bo'ladi. Bugunchalik darsimizni yakunlaymiz. Demak, mavzuyimizni davom bilan keyingi darslarimizda yana gaplashib o'tamiz. Sog' bo'linglar.